Bugun sizlarga boy bo'lish sirlari haqida gapirib beraman. Chunki ijtimoiy tarmoqda 30 ga yaqin, 20 dan oshiq shunaqa video ko'rdim. Boy bo'lish sirlari yoki sabrsiz odam boy bo'lishi, boylar bilan yurgan odam boy bo'lishi va hokazo. Kelaylik bitta narsani hal qilib olamiz. Inson erishgan hamma narsasi yoki inson erishadigan hamma narsasi uni harakatini natijasimi yoki inson harakatiga aloqador bo'lmagan narsalar ham bormi? Qachon tug'ilishi, qayerda tug'ilishi, qanaqa shaklda tug'ilishi, qanaqa jinsda tug'ilishi va qachon bu dunyodan chiqib ketishi insonni ixtiyoriga aloqasi yo'q. Insonni harakatiga aloqasi yo'q. Biz aytolmaymizki hech kimga nimaga falon yilda tug'ilmading deya olmaymiz. Yoki nimaga falon yilda o'lmadi falon kishi deya olmaymiz. Chunki u insonning qo'lida emas. Inson harakatiga aloqador emas. Endi insonning harakatiga aloqador bo'lgan narsa bor. Inson qancha ko'p harakat qilsa, shuncha ilmli bo'ladi. Qancha kam harakat qilsa, shuncha kam bilimli bo'ladi. Ilm harakatingizning natijasi. Yoki yer chopayotgan odam qancha ko'p harakat qilsa, yer ko'p chopadi. Kam harakat qilsa, kam chopadi yer. To'g'rimi? Demak, insonni harakatini natijasi bo'lgan narsalar bor va harakatining natijasi bo'lmagan narsalar bor. Boylik birinchi toifadagi insonning harakatiga aloqador bo'lmagan narsa. Nimaga? Chunki hech bir insonga savol bera olmaymizki, nimaga shu yoshga kirib boy bo'lmading? Nimaga shu yoshga kirib hali ham kambag'alsan deya olmaymiz. Nimaga desa, u aytadiki, men harakat qildim, meni qo'limda emas deydi. Va shu narsa insonga xotirjamlik beradi. U inson boylik meni qo'limda deb bilsa, unda xotirjamlik yo'q. U ertalabdan kechgacha harakat qiladi-da va baribir yozilganini oladi. Agar inson harakatimning natijasi emas deb bilsa, unda xotirjamlik paydo bo'ladi va harakat qilib qo'yadi, u yog'i bilmaydi. Inson harakat qilish qilmasligidan mas'ul. Inson harakat qilish qilmasligi uni ixtiyoridagi narsa. O'shaning uchun bu narsani to'g'rilab olish kerak. Va bunga aloqador buni targ'ib qilayotgan, boy bo'lish sirlari deyotgan, boy bo'lish o'rkadaman deyotganlar hammasi yolg'on. Xudo ozgina pul berganda unga o'tirib olib, sen harakatsizsan, sen dangasasan, sen usan busan deb o'tiradi. Bu haqiqiy insonga nisbatan insofsizligi.